Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga go'dak terisini parvarishlash xususida bir necha tavsiyalarni berib o'taman. Demak, boshladik. Avvalambor, erta tongda uyg'onishingiz bilanoq yuzingizni yuvasiz, sochingizni taraysiz. Shu amallarga mitichangizni ham o'rgatish lozim. Kunda ertalabki yuvintirish marosimida va cho'miltirishdan keyin go'dak kremi yoki malochkasi yordamida terini va tanadagi har bir bo'g'imni tozalash zarur hisoblanadi. Yuvintirayotganda har bir quloq uchun alohida paxta tampondan foydalaning. Go'dak qulog'ini faqatgina ko'rinadigan qismlarni tozalang. Quloq tozalashda go'dak yog'idan foydalanish juda maqsadga muvofiq, chunki u kirlarni yengillik bilan tozalaydi. Go'dakning terisi namlikni katta odamning terisiga nisbatan tezroq yo'qotadi va tabiiy himoyasiz qoladi. Shuning uchun namlik muvozanatini tiklash va saqlash lozim. Sizga zarur bo'ladigan narsalar: kichik hajmli suv uchun idish, 100-200 ml uy haroratidagi qaynatilgan suv, paxta tamponlari, paxtalik tayoqchalari, go'dak yog'i, namlantiruvchi go'dak kremi. Demak, boshlaymiz. Go'dakni yo'rgak moslamasiga yotqizing, yuvintirishdan boshlang. Xona haroratidagi qaynatilgan suvni alohida idishga quying. Paxta tamponini xiyol namlab, qovog'ining tashqi qismidan ichki qismiga arting. Har bir ko'zni tozalang. Quloq chanog'ida paydo bo'lgan kirlarni yog' va paxta tayoqchalari yordamida tozalang. Zarurat tug'ilganida burunni paxta piligi bilan tozalashingiz mumkin. Go'dakni yechintirib, 3-5 daqiqa qorni bilan yotqizib qo'yish foydadan xoli emas. Bunday havo vannalari go'dak sog'lig'i va terisi uchun zarur hisoblanadi. Namlantiruvchi go'dak kremi yoki malochkasini tananing hamma bo'g'inlariga surib chiqing. Taglik osti kremini but bo'g'iniga va taglik osti qismiga surting. Taglikni taqing va farzandingizni kiyintiring. Kundalik go'dak terisini parvarishlashda faqatgina tabiiy yo'l bilan namlikni tiklovchi maxsus vositalardan foydalaning. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.